Hozirgi zamonda aksariyat yigitlar o'z xohlagan qiz bilan munosabat qura olmaydi. Yo'q, buning sababi ular chiroyli yoki boy bo'lmagani emas. Ular shunchaki oddiy qoidalarni tushunishmaydi. Ayollarning asl tabiati, erkaklarning asl tabiati va ularni bir-biriga nima jalb qilish haqida yetarlicha tushunchaga ega emas. Internetda har xil blogerlar qizlarni o'rash uchun bunaqa deb, bu ishni qil yoki mana bunday bo'l degan gaplarni ko'pisi axlat. O'zicha qanaqadir manipulyatsiya, psixologik usullarni o'rgatadi, lekin ular real hayotda ishlamaydi. Chunki gap shundaki, hammaning vaziyati har xil va menda ishlagan usul sizda ishlamasligi mumkin. Ammo bu yerda 3 ta eng muhim qoida borki, bular sen qaysi holatda bo'lishingdan qat'iy nazar ishlaydi. Sababi bu 3 ta qoida ayol va erkaklarning asl o'zak tabiatiga asoslanib tuzilgan. Bularni qo'llab bo'lgach, qolgan ish sen uchun og'ir bo'lmaydi. 1. Ayollarning tabiatini to'g'ri tushunish va qabul qilish. Ayollar hissiyotli mavjudot. Ko'pchilik yigitlar qizlarni tushunmaydi. Ular o'zining erkakona mantiqi bilan ayollardan ham xuddi shunday fikrlashni kutadi. Lekin bu noto'g'ri. Ayollar hissiyotli mavjudot. Ular bugun bu fikrda bo'lib, ertaga boshqa fikrda bo'lishi mumkin. Bu g'alati emas, bu ularning tabiati, 100% normal. Ular qarorlarni mantiqqa asoslanib emas, hissiyotlarga qarab qabul qilishadi. Erkaklar esa teskarisi, mantiqiy, sovuqqon, barqaror bo'lishi kerak. Shuning uchun agar sen ayollarni tushunishni istasang, ularning hissiyotlarini inkor qilma, aksincha ularni qabul qil. Ayollar har doim ham bir xil emas. Aynan shunday yondashuv senga munosabatlarda yengillik beradi. Endi har qanday bo'lgan holatni tushunmay, asabiylashmay, tinch va bardavom bo'lasan. Qiz bilan gaplashganda yoki u seni tushunmayotgandek tuyulsa, sening vazifang uni to'g'rilash emas, balki tushunish. Ayollarni tushunishni o'rganish seni boshqalardan ajratib turadi. Bu esa seni ularning ko'zida jozibador qiladi. Ko'pchilik yigitlar ayollarni tushunmasligi tufayli ularni yomonlaydi yoki o'ziga ishonchini yo'qotadi. Ular o'zining erkakona mantig'i bilan har bir gapga javob izlaydi. U kecha boshqacha edi, bugun nima bo'ldi ekan deb hayron bo'ladi. Ammo gap shundaki, ayollar har doim bir xil emas. Ularning kayfiyati, qarori, hatto fikr ham tez-tez o'zgarib turadi. Bu g'alati emas, bu ayollarning tabiati. Ayol erkakdan barqarorlik kutadi. Agar u o'zgaruvchan bo'lsa, sen o'zgaruvchan bo'lmasliging kerak. Xuddi magnitdagi plyus va minusdek. Shunda u o'zini xavfsiz his qiladi. Bu esa jiddiy jozibani uyg'otadi. Ayol biroz sovuq gapirsa yoki kayfiyatda bo'lmasa, darrov panikaga tushma. Nima bo'ldi deb qistama. Yaxshisi oddiy munosabatni saqlab, suhbatni yumshoq ohangda davom et. Uning so'zlariga emas, harakatlariga e'tibor ber. Ayol menga baribir desa ham, u sening e'tiboringni kutayotgan bo'lishi mumkin. U aytgan gap ertaga o'zgarishi mumkin. Shu uchun har bir so'zini jiddiy qabul qilish emas, balki holatni his qilish kerak. Sen bu narsalarni o'zlashtirsang, boshqa yigitlar muammo qiladigan vaziyatlardan sen tinch va o'ziga ishongan holatda o'tib ketasan. Ayollar esa aynan shunaqa yigitlarga intiladi. 2. Qizni hech qachon hayotingning markaziga aylantirma. Bu aynan ko'pchilik yigitlar qilayotgan eng katta xato. U qizni osmondagi oydek ko'rishadi, go'yoki u mukammal va undan boshqa hech narsa muhim emasdek. Lekin bu noto'g'ri. U ham oddiy inson, uning ham zaif tomonlari bor, shubhalari bor, xatolari bor. Shuning uchun uni ideal holatda tasavvur qilish o'zingni pastga urish bilan barobar. Agar sen butun e'tiboringni unga qaratib qo'ysang, o'zingni yo'qotasan. U esa buni qadrlamaydi. Chunki inson tabiatida bor narsa doim qo'liga oson tushgan narsani qadrlamaslik. Ayniqsa ayollarda. Ular ko'proq harakat, intilish, energiya bilan yashashadi. Ular yonidagi erkakdan ham aynan shuni kutishadi. Sen esa shu paytda aytishing mumkin, axir o'zi aytadi-ku, menga vaqt ajrat, e'tibor ber, doim yonimda bo'l deb. Lekin o'g'ayni, birinchi qoidani esla, ularning gapiga emas, harakatiga e'tibor qil. U nima deyishi emas, nimaga javob qaytarayotganiga, kimga intilayotgani muhim. Chunki ayollar his-tuyg'u asosida yashashadi. Ular o'zlari aytayotgan gapni ham doim xohlamasligi mumkin, ammo ularning tanlovi, yo'nalishi, orzusi o'z yo'lida qat'iy yurgan erkak tomon bo'ladi. Har doim. Ayol seni doim yonida bo'lishingni emas, o'z maqsading sari harakat qilayotganingni ko'rishni istaydi. Biznes bo'ladimi, o'qish bo'ladimi, sport bo'ladimi, farqi yo'q. Sen maqsadingga qara. U seni hurmat qiladi va shunda haqiqiy sevgi paydo bo'lishi mumkin. 3. Ko'pchilik yigitlar qizni qoyil qoldirishga, unga yoqishga harakat qilishadi va bu esa noto'g'ri. Ular har doim iltifotlar qilishadi, har doim seni yoqtiraman degandek ohangda gapirishadi, lekin bu zaif energiya. Qizlar esa bunday yigitlarga nisbatan faqatgina do'stona hissiyotni boshdan kechirishadi xolos. Ayollarni chinakam jalb qiladigan narsa bu erkakning o'zini tutishi, o'zini qanday his qilayotgani, u o'zini kim deb biladi, u o'z hayotini qanday boshqaryapti. Ana shu kuch, ana shu ichki ishonch ayollarni o'ziga tortadi. Ayol sening iltifotlaringni eshitishni emas, kuchingni his qilishni xohlaydi. Seni yo'l ko'rsatuvchi bo'lishing kerak, ergashuvchi emas. Ayollar prinsiplari bor, o'z qonun qoidalari bor va ularni hech qachon buzmaydigan erkaklarni hurmat qilishadi. Sen
ayol kishiga yoqish uchun o'zgarishing kerak emas. Sen shunday erkak bo'lishing kerakki, ayol kishi seni yo'qotishdan qo'rqsin. Sen uni emas. O'z qadringni biladigan, o'z prinsiplariga ega erkak hech qachon boshqasining tasdig'iga muhtoj bo'lmaydi. Aynan shu narsa jozibadorlikni uyg'otadi. Tepada aytilgan qoidalarni hayotingda tatbiq qil. To'g'ri qiyin bo'ladi, lekin natijasi bunga arziydi. Tepadagilarga amal qilishni boshlaganingdan keyin nafaqat qizlar, balki boshqa erkaklar ham seni hurmat qiladi va qadri baland erkak sifatida ko'radi. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta ulov emojisini qoldirib keting va o'z fikrlaringizni ham kutaman. Shu video opisiyaniyasida Telegram kanal havolasini qoldirdim. Bu Telegram kanalda inson sifatida har jabhada rivojlanish uchun senga kerak bo'ladigan barcha narsalarni joylab borishga harakat qilaman. Albatta o'tib qo'shil, foydali bo'ladi. Yangi YouTube kanalimizga ham obuna bo'l. Chunki bu kanalda shaxsiy rivojlanish, moliyaviy erkinlikka erishish va jismonan sog'lom bo'lish uchun bir qancha foydali kontentlar qo'yib boraman.